moziyga qaytib ish ko'rmoq xayrlidir degan edi ulug' jadid bobomiz Abdulla Qodiriy. Ha, aziz tomoshabin, bugun sizlar bilan bir fursat moziyga qaytamiz. Ya'ni jadidlarimiz yashagan suronli davrga sayohat qilishni ixtiyor etdik. Sayohatimiz barchamizga manfaatli bo'lg'ay inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Barcha talabalar sinfxonalardan olib chiqildimi? Ha, ustoz, hamma sog' salomat. Faqat kitoblarga o't ketgani yomon bo'ldi-da. Oltinga teng kitoblar kuyib kulga aylandi, ustoz. Eyvah! Bu nomard kimsalar kitoblarga o't qo'ygandan ko'ra mana meni olovga tashlaganlarda ham bunchalik kuyunmasdim. Bu nomard kimsalar faqat kitoblarga emas, kelajakka o't qo'ydilar, kelajakka. Eyvah, bu nima korxol axir, bu nima korxol? Avloni! Bor, qolganlardan xabar ol. Avloni! Ne madrasalarimiz mavjud shahrimizda Iblis Lainning ta'limini o'rgatadigan maktabning nima keragi bor? Xudoga xush kelmagani uchun ham Tangri taoloning o'zi maktabingga o't qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Astag'firulloh. Nimalar deyapsiz, taqsir? Axir shaytonning ishiga Allohni sherik qilib shirk keltiryapsiz-ku. Axir muborak kitobimiz Qur'oni Karim ham iqro. Ya'ni kim o'qi va tag'in o'qi so'zlardan boshlanadi-ku. Yoki siz nima? Alloh taoloning ta'lim olishga, bilim olishga undan so'zlarga qarshimisiz? Avloni! Axir adabiyot, tarix, al-jabr singari nozarur fanlarning biz mo'min musulmonlarga nima keragi bor? Nima keragi bor? Keragi bor taqsir. Axir Avropaning ilg'or mamlakatlarida o'zimizdan chiqqan Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Al-Farg'oniy Al-Xorazmiy, Imom Al-Buxoriy, Timurizoda Mirzo Ulug'bek asarlari o'qitilsa-yu, bizning madrasalarda faqat diniy bilimlar beriladi xolos. Shu bois bir paytlar jahon taraqqiyotining tamal toshini qo'ygan buyuk Turon va Turkiston ahlining savodsizligi sabab bugun itning eng keyingi oyog'iga o'xshab Oqposhshoning mustamlikasiga aylandik-ku. Ey Avloni! Har bir gapingizni o'ylab gapiring. Podshoh kim bo'lsa ham biz mo'min musulmonlar unga bo'ysunishimiz shart. Taqsir. Faqat Allohga shirk keltirish ulkan gunohdir. Nima? Siz Oqposhshoning diniga kirdingizmi? Astagfirulloh. Qaysizdagi soxta ilmi kufrga berilgan musulmonga? Taqsir. Nega tushingiz kelmaydi axir? Bizning maktablarimizda ta'lim usuli jadidiya bo'lib, unda ham ilohiy, ham amaliy fanlar bir xillikda o'qishga moslashgan. Iyogi Vogan Giyote, Olmon xalqining ulug' dram yoziridir.
uning oltinga teng ushbu alal oqibat barcha yutuq aql egalari islomiyatni tan olishib musulmonlikni tanlaydilar degan fikrga qanday qaraysiz? G'ayriddin bir insonning fikrlariga mutlaqo e'tibor bermaganim bo'lsin. Bu maktablaringizni bizga zarracha nafi yo'q. Aksincha, koni zarar. Barcha sa'y-harakatlaringiz behuda ketgan Avloniy. Taqsir, tushungiz kelmayapti. Axir Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ham aytadilar-ki, ilm olish har bir muslim va muslima uchun farzdir. Bizning ota-bobolarimiz ham din ilmida, ham dunyoviy ilmda jahonda peshqadam bo'lganlar, jahonda. Bugungi kunga kelib ayrim bir tor fikrli domlalar bois bir paytlar bizni ustoz sanagan o'sha g'arb davlatlar dunyoviy ilmda bizdan o'zib ketdilar. Bas qiling Avloniy! Ulug' domlalarni haqorat qilganingiz uchun hali javob berasiz. Yuqorida ta'kidlaganimdek, har bir gapingizni o'ylab gapiring. Yo'q, taqsir. Bu taqdir azar. Taqdir azar. Bitta maktabim yonsa, 10tasini quraman. 10ta kitobim yonsa, 100tasini yozaman. To tirik ekanman, bu boshlagan yo'limdan hech ham ortga qaytmagayman. Xalqimni savodli qilmoq yo'lida barcha kurashlarga tayyorman. Zero bu kurashlarda jonimdan ham ketishga tayyorman. Yangi davr, yangicha maktablardan boshlanadi. Avloniy! Buzoqning yugurgani somonxonagacha degan gapni eshitgansiz-a? Ana rutikda qoldi. Avloniy! Hali bu kuningdan 5 battar bo'lasan. Mana meni aytdi deysan. Xalqimiz omi bo'lgani uchun ham Mag'ribdan kelgan keraksiz ilmlarni o'rganishga farzandlarini yuborishyapti. Hamma ham aqlli bo'lib ketaversa, podani kim boqadi? Tokay bizning Turkiston bolalari poda boqib g'ayriddinlarga qul bo'lib yashaydilar. Iblislar bois Navoiyning devoni ham kulga aylanibdi. Kulga! Oy shim kampir! Sen qayerdan paydo bo'lding? O'sha sen maqtayotgan shig'irboz Navoiy ham biz kabi odil jamiyatda yashamagan. U Navoiy bizning partiyamiz haqida biror misra she'r yozganmi? Yo'q. Demak, qo'lingdagi barcha yangi kitoblarni ko'z oldimda o'tga tashlaysan. Kunini ko'kka sovurish kerak. O'chsin bunday manfur jamiyatingga. Odamlarni qiynab, azoblab, jondan bezdirgan tuzumingga ming la'nat. Oy qarg'a! Ovozingni o'chir. Siyosatga til tekkiza ko'rma. Aks holda urg'aymog'ing bilan qirilib ketasan-a. Men onaman. Sen esa onang yo'q. Senday xoinlarni itqin. Oy shim kampir! Hali shunaqami? Ko'ramiz. Sho'roga qarshi chiqqaning uchun qolgan umringni qamoqda chiritaman. Yana bir gap. Qo'lingdagi barcha yangicha, jadidcha kitoblaringni kunini ko'kka sovuramiz.
Ya Allah'ım. Qachongacha biz bu iblislar oyog'i ostida xorizor bo'lamiz? Farzandlarimiz, nabiralarimiz toki shularni qonini to'ydiraman deb o'zlari ochina xor bo'lib yashaydilar, Xudoyim. Mayli, meni jonimni ol. Lekin shu maktabni ochgan Abdullo inimni o'ziga asragin, Xudoyim. Ilmini ziyoda qilgin. O'zi yomon odamlardan, iblislardan, xoinlardan nari qilgin, Xudoyim. Allohga shukr, joni omonda qoldi. Lekin maktabimizning ko'p sinflariga o't ketdi, o't. Yonib kulga aylandi, kulga. Ustoz, qayg'urmang, g'am chekmang. Mana biz shogirdlar sizning yoningizda turib, bu maktabni yanada go'zal qilib bunyod etajakmiz. Inchunun bu yo'lda jonimizni ham ayamaymiz, ustoz. Biz boshlagan bu qutlug' yo'limizdan hech ham ortga qaytmagaymiz. Zero yangicha maktablar mamlakatimiz kelajagi uchun suv va havodek zarur. Bizning yangi davrimiz maktabdan boshlanadi. O'rningizdan turing. Sud kelyapti. O'tiring. Adib va jurnalist Abdulla Qodiriy, adabiy taxallusi Julqinboy, hukumat rahbarlarini obro'sizlantirishda ayblangan va tergovga tortilgan edi. Bunga uning o'zi ishlayotgan Mushtum jurnalida chop ettirilgan Yig'indi gaplar nomli maqolasida Cumhuriyat raisi Yo'ldosh Og'un Boboyevni obro'sizlantirgan. Bu masala bo'yicha tergov va surishtiruv ishlari olib borildi. Abdulla Qodiriyning aybi o'z tasdig'ini topdi. O'zbekiston SSR Oliy sudi Jinoyat ishlar hay'atining 1926-yil 16-iyundagi hukmi bilan Oliy sud hay'ati qaror qiladi. Mushtum jurnalining xodimi, yozuvchi Abdulla Qodiriy O'zbekiston SSR Jinoyat kodeksining 73-moddasida qayd etilgan adabiyotlarni, qo'lyozmalarni tarqatish bilan shug'ullangan. Tuhmat.
Hurmatli sudya, men e'tiroz bildiraman. Adib Abdulla Qodiriy hamisha haqiqatni yozib kelgan adib. Rostgo'y va buyuk yozuvchini qamash millat kelajagiga otilgan o'qdir. O'tiring shoir Cho'lpon. Men sizga so'z berganim yo'q. Sizning ham ba'zi nosog'lom shi'rlaringiz uchun jazo olish muddati tez orada keladi. Haqiqatni yozish ayb sanalsa, unda meni ham hozirni o'zida hibsga oling. Axir Abdulla Qodiriy adabiyotimizga yangi nafas olib kirdilar. Yozuvchini qamashingiz mumkindir, lekin ular yozgan asarlarini hech qachon xalq qalbidan o'chira olmaysiz. O'chiramiz. Yozganlarni ham, hali yozmoqchi bo'lganlarni ham kunini ko'kka sovuramiz. To'g'rimi shoir G'ilmoniy? Turing. Qani gapiring. Yozuvchi Qodiriy va Cho'lponlarning barcha yozganlari sho'ro hukumatiga qarshidir. Ikkovi ham sotsializmning dushmanlaridir. Bizning adolatli va qizil jamiyatimizda bunday kimsalarga mutlaqo o'rin yo'q. Shoir G'ilmoniy kuni kecha Abdulla Qodiriyni ustozim deb ko'kka ko'tarayotgan edingiz-ku. Tushunarli. Senga o'xshaganlar doping tor kelsa, o'z otangni ham sochishga tayyorsan. Senga o'xshaganlar adabiyotimizning tomiriga tushgan jirkanch qurtsan, qurt. Barchasi bo'xton. Shoir Cho'lpon. Barchasi bo'xton. Qodiriy qanaqasiga menga ustoz bo'lsin? Axir mening ustozim Bolsheviklar partiyasi. O'ylab gapiring, shoir G'ilmoniy. Biroz avval mening buzilgan o'lkaga she'rimga, tuzalgan o'lkaga o'rtachadan past she'riy yodda yozgan edingiz, shundaymi? Ha? Biroz avval otangiz boshqa edi-ku. Demak, zamon o'zgargani sayin otangiz ham o'zgaraverar ekanda. Barchasi bo'xton. Shoir Cho'lpon, barchasi bo'xton. Aytgancha, sizning ham kitoblaringizni qunt bilan titilsa, taqdor, ilmoqli fikrlarni chop qilayotganingizdan juda yaxshi o'ylayman. O'zingizni bosing Abdulhamid Cho'lpon. Haqiqatdan ham yozayotgan qo'lyozmalaringizda inqilobni qoralaysiz. Tarqatayotgan she'r yozmalaringizda qizil jamiyatga qarshi fikrlar yuritasiz. Barchasi bo'xton, hurmatli sudya. Barchasi bo'xton. Meni bir aybim bor. Men doim ko'nglimga kelgan, millatimiz uchun as qotadigan, elimizni uyg'otadigan she'rlar yozaman. Bas yetar. Sud majlisini yopiq deb e'lon qilaman. Hukm qat'iy. Hech qanday shikoyatga o'rin yo'q. O'rtoq sudya. Ustoz, meni kechiring, ustoz, meni kechiring. Majbur bo'ldim, netay. Meni kechiring. Axir ustoz, bola chaqam bor, ustoz, bola chaqam bor.
Ular har kuni og'izlarini non deb ochishadi. Ustoz, meni kechiring. Men majbur bo'ldim. Ular ota-onamni qamab qo'yishgan. Ustoz, qamab qo'yishgan. Axir netay, ustoz, meni majburlashdi. Ustoz, meni kechiring. Meni kechiring, ustoz, meni kechiring. Men majbur bo'ldim, ustoz, meni kechiring, majbur bo'ldim. Ustoz, meni kechiring, majbur bo'ldim. Ustoz, siz buyuk yozuvchisiz, buyuk yozuvchi. O'tgan kunlar romaningiz shoh asardir, ustoz. Shoh asardir. Meni kechiring. La'nat bo'lsin! Partiyanga ham, sotsializmga ham! La'nat senlarga! La'nat bo'lsin! Partiyaga ham, sotsializmga ham! La'nat! Oyoq boshning o'rnida g'ur to'ra yurt to'rida xuti yo'q budun qo'rida o'tmagan kunlar yonar makon zamonlar so'ldir o'ng sog' tomonlar bulut to'la osmonlar o'tmagan kunlar millat xor millat yelkanga mindi zillat to'rt yoqda zulmu zillat o'tgan Og'am, ko'p kuyinmang. Bardam bo'ling. Haqiqat bir kun albatta qaror topgusidir, og'am. Boshimizdagi bu qora bulutlar bir kun albatta tarqalgusidir, og'am. Bardam bo'ling. Ota. Bas endi bunday yashab bo'lmaydi. Jismoniy o'lim hech narsa emas, inim, hech narsa emas. Axir Kommunistlar partiyasi nizomida o'zaro tanqid jarayonida ishlash, kamchiliklarni matbuot yordamida to'g'rilanadi-ku degan ta'kid bor edi-ku, inim, ta'kid bor edi-ku. Og'am, siz haqsiz. Lekin axir o'zingiz bilasiz-ku, bu zolimlar haqiqatni ham o'z yo'llarida qaytadan yozadilar. Ularga Allohning o'zi kifoya qilsin, og'am. Lekin ular bir haqiqatni bilmaydilar. Abdulla Qodiriy Cho'lponni yo'q qilishlari mumkindir. Lekin biz yozgan asarlarni, biz insho etgan biylar hech qaysi zamon va makon xalq qalbidan o'chira olmas, og'am. O'chira olmas. Boringizga shukr, ey birodarim. Boringizga shukr. Ammo bu insofsizlar Avloniyni maktabini yopdilar. Munavvar qo'rini gazetini kuydirdilar. Fitratning qo'lyozmalarini uloqtirdilar. Agarda bizning bu qilgan ishlarimiz ayb sanalsa, bu ishlar mudrab yotgan xalqimizni uyg'otish, ilm ma'rifatli qilish, savodli qilish uchun eng dadil qadamlardir.
Meni o'ldirishlarini bilaman. Siz ham buni yaxshi bilasiz, inim. Boshqa birodarlarimiz ham buni yaxshi bilib turishibdi. Biz ko'ra bila turib shu yo'lni tanladik. Qul bo'lib yashagandan ko'ra haq va xalq yo'lida kurashib, tik turib o'lmoq afzaldir biz uchun. Ota, unday deyman. Ota, kerak bo'lsa O'zbekiston SSR Oliy Majlisiga borib ariza beraman. Sizni afv etishadi, ota. Ota, unday deyman. Kerak bo'lsa Jumhur rais Yo'ldosh Oxunboboyevga arz qilaman. Sizni afv etadi, ota. Agar sizni afv etishmasa, ota, bergan noningiz harom bo'lsin. Astag'firulloh degin bolam, astag'firulloh degin. Undaqa demaga. Vaqtingiz tugadi, grajdanin Qodirov. Biz bilan ketasiz. Uydagilar senga omonat, o'g'lim. O'g'am, nasib qilsa yana diydor ko'risharmiz. Ota! Bardam bo'l, sabrli bo'l, bolam. Ota, sizni albatta qutqaraman. Ota! Otajon! Ota! Ko'ngil, sen bunchalar nega kishanlar birla do'stlashding? Na faryoding, na doding bor. Nechun sen buncha sutlashding? Haqorat dilni og'ritmas. Tubanlik mangu ketmasmi? Kishanlar parchalanmasmi? Qilichlar endi sinmasmi? Tiriksan, o'lmagansan. Senni odam, senni insonsan. Kishan kiyma, bo'yin egma, ki sen ham hur tug'ilg'onsan. Hozir, birodar. Hozir. To'xtang. Assalomu alaykum, qori domla. Alaykum assalom. Tinchlikmi? Kimsiz singlim? Men qo'shni mahalladagi o'quvchingiz Abdurahmonning onasiman. Abdurahmon? Ha, Abdurahmon tuzukmi? Bir necha kundan buyon maktabga kelmayapti. Shu masalada sizdan yordam so'rab kelgandim. Bu yoqqa kelganimni otasi bilmaydilar. Otasi bilmaydi. Tushuntirroq gapirsangiz, singlim nima gap? Shu desangiz, mahallamizdagi Odil hoji domla kecha uyimizga kelib, o'g'lingni yangi maktabga berma. U joy shaytonning uyi. U yerda o'qiganlar dinimizga yot saboqlarni o'rganadi deya bo'lmag'ur so'zlarni aytdilar. Eringiz bu savol so'zlarga ne deb javob berdilar, singlim? Odil hoji domla xo'jayinimni og'iz ochishlariga ham qo'ymadilar. Agar bolangni yangi maktabda o'qitsang, butun mahalla sendan yuz o'giradi dedilar. Tushunarli. Shuning uchun ham o'sha mahalladagi Karimberdi bilan Rahimxo'ja ham maktabga kelmayotgan ekandi. Axir qanday qilib bu yer shaytonning uyi bo'lsin, singlim? Bu yer ma'rifat dargohi. Dunyoviy ilmlar bilan birgalikda diniy ilmlarni ham teng o'rgatamiz-ku axir. Men buni juda yaxshi bilaman, qori domla. O'g'lim ancha savodli bo'lib qoldi. Hatto jo'grafiyani ham puxta o'rganib olibdi. Yevropa mamlakatlari nomini bizga birma-bir sanab berdi. U ham mayliya. Kecha o'ris tilida she'r yodlab, bizga ma'nosini ham tushuntirib berdi. Inshaalloh. Eyvoh. Men maqsadimga yetibman. Qani edi
Qaniydi munofiqlar yo'limni to'sishmaganda, maktabimga erkinlik berilib, sizga o'xshagan yurtdoshlarim o'z farzandlarini mana shu ma'rifat dargohiga olib kelishganda, bu yerda yuzlab, minglab Abdurahmonlar o'qib, millatning dardiga darmon bo'lardilar, singlim. Qori domla, sizdan iltimos, xo'jayinim bilan o'zingiz bir marta gaplashib ko'ring. Gaplashamiz. O'g'lim sho'rlik, kecha-yu kunduz maktabga boraman deb yig'layapti. Kechasi bilan shamchiroq yorug'ida kitob o'qib, xatlar insho qilyapti. Yozganlarini o'zingiz bir ko'ring. Astagfirulloh, astagfirulloh, astagfirulloh. Birodar, Bu nima sharmandalik qorim? Astagfirulloh, astagfirulloh. Bu nima sharmandalik qorim? siz o'ylagan narsa emas, birodar. Xilvatda bir nomahram erkakning ojizasi bilan noshari ish qilib turishingiz gunohi azim emasmi? Astagfirulloh. Astagfirulloh deng, domla. Haysizdek musulmonga. Bir ojizaga shuncha tuhmat qilish, domla. Muslimning ishi emas-ku axir. Astagfirulloh deng, shaytonga hay bering. Endi musulmonchilikni sizdan o'rganamizmi? Tong sahar mardonda bir nomahramning ojizasi bilan yolg'iz uchrashib turishingiz musulmonchilik bo'ldimi? Haysizdek domlaga hay. Hoji domla, bilib bilmay turib qori muallimga bunchalik tuhmat qilmang. Men bu yerga o'zim iltimos bilan kelgandim. Ovozingni o'chir behayo. Adashmasam sen Bekmurodning zavjasisan, ha? Shundaymi? Ha, shunday. Behayo, sharmanda. Boshingda tog'dek yering bo'la turib, nomahram erkak bilan yolg'iz uchrashib turishga uyalmadingmi? Emas, yo'q. Birodar, astagfirulloh. Siz aralashmang, qori. Shaytonga hay bering, birodar. Siz aralashmang. Bu qilmishing uchun xalqning oldiga olib chiqib, tosh bo'ron qildiraman. Sharmandangni chiqaraman. Astagfirulloh. Nega buncha jaholat, to'ram? Nega buncha jaholat? Bu o'zida hech qanaqa ayb yo'q. Mana nima ayb bo'lsa, mana menga bering. Menga bering. Aytgandim o'zi bu maktabda shaytonning uyasida-ya. Mana o'z ko'zim bilan guvohi bo'lib turibman. Menga qara qori. Endi maktabingni yopasan. Taktugi bilan yopasan. Aks holda bu qilmishingni butun elga ovoza qilaman. Senchi qo'y ojiza. Bolangning qo'lidagi barcha yangi kitoblarni ko'z oldimda o'tga tashlaysan. Buni so'ramang, yo'q. Aks holda bu qilmishingni oqizmay, tomizmay eringga yetkazaman. Yo'qol bor bu yerdan. Jo'na! Behayo, sharmanda. Qori muallim, meni kechiring. Jo'na dedim senga, bor yo'qol. Qorim. Aytgandim-ku men sizga. Bu g'oyalarning oxiri yo'q deb. Undan ko'ra mana bizga qo'shiling. Hozirgi siyosatni, Rusiyani maqtang. Partiyamiz haqida go'zal she'rlar biting. Qorningiz ham to'q, ustingiz ham but bo'ladi. Boshingiz ham omon qoladi, qori. Bolalar, Labbay. men munofiq emasman. Men munofiq emasman. Ko'ra bila turib, qorani oq demayman. Qornim to'yishi uchun millatimni xor qilayotganlarni maqtayman. Undan ko'ra ochlikdan o'lganim ming bor afzal. Faqir vatandoshlarimiz
bosqinchining uyini eshigi oldida qul bo'lib egilib tursa-yu, men ularni maqt etaymi? Qalbingiz shunchalar so'qir domla. Mening birodarlarim peshanasining teri evaziga kun ko'rayotgan murtatlarga ta'zim qiling. Yo'q. Hech qachon. Bugun bo'lmasa ham haqiqat bir kun albatta qaror topqusidir. Qori? Haqiqat dedingizmi? Ha, haqiqat. Haqiqat? Haqiqat! Qayerdasan haqiqat? Haqiqatmish. Qayerdasan haqiqat? Menga qarang qori. Haqiqat oldin ham bo'lmagan. Hozir ham yo'q. Bundan keyin ham bo'lmaydi. Bu gaplaringiz uchun javob berasiz. Javob berasiz. Haqiqatmish. Haqiqat-eng. Haqiqat. Qayerdasan haqiqat? Hozir. Assalomu alaykum. Soqol Hoş geldiniz. Gel. Tinchlikmi? Rangingiz ochiq. So'ramang qorim. Bu johillar bosmaxonamni ag'dar-to'ntar qilib, hatto muqaddas kitoblarni o'tga otdilar. Asrab qo'yganlarimni olib, Namangandan qochishga majbur bo'ldim. Astagfirullah to'g'ri. Bu yana qanaqa qo'rg'alik bo'ldi? Muqaddas kitoblarni yoqmoq, butun dunyoga o't qo'ymoq bilan barobar-ku to'ram, barobar-ku. Xoinlar kitoblarga qo'shib, orzu umidlarimni ham kulga aylantirdilar. Axir to'kaygacha ilm xor bo'lur, mazlum xalq oyoq osti qilinur. Yolg'iz najotimiz Allohdandir. Allohdan. Inim, bu noinsoflar mening izimga tushgan. Toshkentga kelgandan ham xabarlari bor. Sizdan yagona o'tinchim shuki, mana shu kitoblarni yashirishingizni so'rayman. Meni esa o'ldirsalar ham mayli. Yo'q, bu nima deganingiz to'ram? Bu nima deganingiz? Men nafaqat bu muqaddas kitoblarni, balki sizni ham asrab avaylashim kerak. Axir sizdek ulug' zotlar bu dunyoga ko'p kelavermaydilar, axir to'ram, kelavermaydilar. Minnatdorman inim Munavvar qori. Sizdek ilm quyosh ham bu dunyoga juda kam keladi. Essiz nur quyoshimiz ham botayotganga o'xshaydi. Men ishonamen to'ram. Men ishonamen. Hali yorug' kunlar albatta keladi. Balki bu kunlarni siz bilan bizga ko'rish nasib etmas. Bir qadam ham orqaga qaytmaymiz. Alloh rozi bo'lsin qorim. Yerto'laga tushing, yerto'laga. Kitoblarni Где он?
Assalomu alaykum. Kimni nima deyotganingizni, kimni so'rayotganingizni bilmayapman. Qani u? Kim? Biz bilan o'ynashma. Qora. Xalq dushmanini qayoqqa yashirding? Senikiga kirganligidan xabaringiz bor. Qaysi dushman haqida gapiryapsiz? Nima deyotganingizni tushunmayapman. Ana shunaqami? Men bilan o'ynashish qanday bo'lishini senga ko'rsatib qo'yaman. Hamma joyni tintuv qiling. Nima? Qanaqa tintuv? Bas qiling! Bas qiling! Bas qilinglar! Ularga aytsin bas qilishsin. Bas! Agar qayerdaligini aytmasang, uyingni buzaman. Sen ham o'sha to'ravachaning berasan. Isoqxon to'ram haqida unday gaplarni gapira ko'rmang. Isoqxon to'ram avliyolar avlodidan. Ana ko'rdingmi? Qora. Do'stingni o'z og'zing bilan sotib qo'yding. Oxirgi marta so'rayman. Dushman qayerda? Isoqxon to'ram dushman emas. Asl dushman sizlarni o'zingiz. Isoqxon to'ramni sizlarga berib qo'ymayman. Unday bo'lsa, o'lasan. Qora. Roziman. Roziman. Bir tubanlik qilib yashab yurgandan ko'ra bir mardlik qilib o'lgan afzaldir. Bu qarorni o'zing qabul qilding. Bu orzuyingni o'zim amalga oshiraman. Ras. Va. Tri. Isoqxon to'ram, bu nima qilib qo'yganingiz to'ram? Nima qilib qo'ydingiz? Inim, bir umr vijdon azobida har kun o'lgandan ko'ra bir marta o'lmoq a'lodir. Sizlar qanday odamsizlar o'zi? Haligina qora do'sting sen uchun o'z jonidan kechmoqchi edi. Endi bo'lsa, sen uchun o'z joningdan kechmoqchisan. Sizlar qanday millatsizlar? Ulug' millatmiz. O'chir ovozingni. Savodsiz, omi, ko'y xalqsanlar. Bekorlarni aytsan la'nat kelgindi. Bizning ajdodlarimiz dunyo ilm-fani beshigini tebratayotganda senlar itning keyingi oyog'i edingizlar. Bechora, mazlum xalqning mashaqqatli mehnati evaziga kun ko'rayotgan ko'ppaksanlar. To'ram. Olimga ham shuncha zug'um qiladimi? Tarix bu qilmishlaringizni kechirmaydi. Bas. Yetar. Bas kel bunday safsatalarni. Ibratni qo'lga oling. Sen ham jim yur. Qara. Gazetingni yopdik. Maktabingni yopdik. Yana qandaydir kingirishingni sezib qolsak, o'sha kuni qamalasan. Qara. Kitoblarni ashyoviy dalil sifatida olib ketamiz. Allohning panohida bo'ling, qorinim. Qashta ko'rishmasak, diydor qiyomatda. Bunaqa dema. Bunaqa deya ko'r. Qolgan kitoblar yer to'lada.
Ularni asrang. Jonimdan aziz ko'rmaslikman to'ram. Alloh panohida. Baba. Allohim, o'zing eng odil hakamsan. Hammasini ko'rib, bilib turibsan. Nimaiki qilgan bo'lsam, yurtim, millatim xo'r, savodli bo'lsin deb qildim. Kerak bo'lsa jonimni garovga qo'yib azob chekdim. Lekin bundan hech afsuslanmayman. Ilohi amin. Yurtim obod bo'lsin. Alloh akbar. Olib chiqing xalq dushmanini. To'ramni qayerga olib ketyapsiz? To'ramni qayerga olib To'ram! To'ram! Men sizlarni bir necha bor ogohlantirdim. Siyosatga qarshi bo'lmanglar deb. Ana endi bo'lsa itdek o'lib ketasizlar. Qora ro'yxat bo'yicha birinchisi Abdulhamid Cho'pon. So'nggi so'zingni ayt. Tiriksan, o'lmagansan. Senna odam, senna insonsan. Kishan kiyma, bo'yin egma ki sen ham hur tug'ilg'onsan. Vatan ozod bo'lsin. Qora ro'yxat bo'yicha keyingisi Abdurauf Itrat. So'nggi so'zingni ayt. Ay quyosh botmay tur. Osmonni ko'ray. So'nggi sho'lalardan hol ahvol so'ray. Ay nechun Turkiston, nechun Turkiston. Mana qurbonlikka tikka boshim shay. Vatan ozod bo'lsin. Qora ro'yxat bo'yicha keyingisi Abdulla Qodiriy. Ey sochkin! Hammaga ham ustozini o'limini ko'rish nasib qilmagan ekan. Bunday baxt senga nasib qilibdi. Abdulla Qodiriy. So'nggi so'zingni ayt. Yosh nuri kesadi toshni. Qara falak to'kar ko'z yoshni. Ey zolimlar, meni otgil ot. Qurbonlikka keltirdim boshni. Bu dunyodan avloniylar, fitratlar, cho'lponlar o'tishi mumkin. Lekin ularning yozgan asarlari mangu qolajak. Vatan ozod bo'lsin. Ustoz meni getiring, ustoz. Men majbur bo'ldim. Vatan g'oyaniman. Meni getiringlar. Xalqni men sotdim. Meni getiringlar. Meni getiringlar.
ozod Turkiston kelajaklari hali dunyoga keladi.